Tögü çatırıqımı yoki to'g'ri sepga ovoz qo'shishmi? Tarix kechirmagan va kechirmaydi. Kimning kim ekanligini bilish payti temisi bilan boshlangan chaqiriqdan keyin muhojirat atmosferasida bir yangi to'lqin ko'tarilganiga shohid bo'ldik. To'lqin ko'tarilib, qisqa muddat ichida atalmish diasporalashish safsatasining mag'lub bo'lganligini, bastırışqa tirishilgan muhojirat ruhining javlan qilganligini, ya'ni tushgan yeriga qo'ziq qeqib, jon saqlashga g'arq bo'lish inidan qutulib, toki o'z vatanini g'alaba bilan qo'lga olmaganga qadar hech bir makonni u qilmaslik, har bir tongni vatan tuprog'ida kutib olish bilan atqizish umidini iymon yiltizi bilan mazmunlashtirishdan iborat muhojirat ruhining tiklanayotganligini, cismi yo'qsimi mazmunining hali ham tirik qalblarda hayotligini ko'rish haqiqatan kishiga umidvorlik bag'ishlovchi holat. Navbatdagi imzo harakatiga 60 dan ortiq tashkilotning ovoz qo'shganligi haqidagi dastlabki ma'lumot shuni ko'rsatmoqdaki, vatanning manfaati tushunchasining nima ma'noda ekanligini biladigan, fursat kelgan kuni o'zining sepini qayerda ko'rishni tavsiyalaydigan angliqlar hali ham oz emas. Yana shumi aydın bo'layotidiki, mustaqillik yo'lidagi bu imzo harakatiga qarshi har turli qarashtirishlarning, suyuqlantirishlarning, masxarabozlik tipidagi obraz xunuklashtirish urinishlarining aslida zehniyat masalasidan bakrak xiyonat masalasi ekanligi bir amaliyat. Buni ko'rib yetgan farosatlik ko'zlariningmi uncha oz emasligimi bir amaliyat. Ko'rdikki, bu navbat heliqidek qaydash tusini olgan, oldin bizga maslahat selishmidi-yay, men bilan aydim ko'rishmidi-yay qatorliq bahonalarini to'g'ri qilib olib turib, vatan, millat ishqida qo'shqinga o'ltirilishni ravo ko'rishdek siyosiy qatmanliqlar, vatan, millat ishida qo'shqinga o'ltirib olishni ravo ko'rishdek siyosiy qatmanliqlar, ziydiparastliklarmi bozor topolmadi. To'g'risi, buni bahona qilib zuvon ochqudak yuchuqqimi fursat berilmadi. Aksicha, siyosiy o'yg'oqlar bundan burun hech ko'rilib boqmagan jur'atkorligi bilan tushdan chiqib, vatan mustaqilligi yo'lidagi bu harakatni himoya qildi, arzimaslashtirish, xunuklashtirish qasdidagilarga qarshi radiyada mazmut, maydonda mustahkam turdi va turiyotidi. Balkim bundaq bir ushtumtut chaqiriqqa, ushtumtut saprasqa kelish hodisasi yaqinqi zaman da'vo tarixida o'rnak bordi yoki yo'qdir. Ammo shu aniqki, bu qitimqisining xayrlik boshlanish bo'laligida shak yo'q. Əmdiki məsələ mustaqillik tuğu astida özünün bir kişilik sep tutalaydıqanlığını bildirişdən fəxrlənələydiğan şərəf igillərinin bu mübarək sepiga yana kimlərinin səfərvər bulalaydıqanlığıda. Kimlərinin bu sepni bütünlüğücü rolunu ötələydiqanlığıda bolsa gerek. Şundaqla yana kimlərinin bu sepnin qarşısında hem de bu tuğunun asabiy raqiblari sübtida chegara ayirishni davomlashtirganligini muqimlashda atalmış mujodilachilar bo'lishni davomlashtirganligini aniq qilishdi qoldi. Lekin bu yerda uchinchi bir sep bor. Bu sep mazkur chaqiriq xususida rangi ro'yini aniq qilmayotgan, go'sh yoki bazligini bildirmaslikka, ammo qo'lidan kelsa mazkur chaqiriqni chaynab, tishlab turkivatgidek alfaz bilan yiroqdan marash, atalmış ko'zitish bilan turayotgandek ko'rinib olgan sep, ya'ni sukutbozlar sepi. Her xulqning o'ziga bab maqomi va o'rni bo'lganidek, insoniy harakat va faoliyatlarda
mu o'ziga yarasha qonuniyati, falsafasi mavjud. Hükümalarının fikriga ko'ra, ochiq tutqanda qilingan sukut kuchdir. Futuq qozonganda qilingan sukut kamtarlikdir. Qaror chiqarish paytida qilingan sukut ikkilanishdir. Nasihat tingshiganda qilingan sukut adabdir. Muhtojlik paytida qilingan sukut g'ururdir. Tafakkur paytida qilingan sukut tadbirchanlikdir. Batılni anglaganda qilingan sukut qo'rqoqlikdir. Shundaqla haqiqatga shohidlik qilishda qilingan sukut xiyonatdir. Sharqiy Turkistonning bulg'angan nomini asliga keltirish, besilingan zamin ekanligidan iborat yuyib tashlangan haqiqatni itirofga erishtirishdek bir haqiqat uchun ovoz chiqarish, haqiqatga shohidlik qilish bo'lsa, dal sukutvozlik xiyonat sanaladigan, qasddan sapdan siyrilib olish, nifoqlik hisoblanadigan ishlar jumlasidandir. Bundaq bir haqiqatga igidarchilik qilish chaqiriqi bosh ko'targanda, mustaqillik sepi uchun saprasqa kelish chaqiriq bo'layotganda, chaqiriqni ko'zga ilmagan ko'rinib olishlar, xunuklashtirishlar, sukut qilib turib olishlar, qandaqdir vaqti va yeri emas bahonalar bilan maydonsizligini aqlashga urinishlar mohiyatda o'z sepini mustaqillik tug'idikilarning sepida ko'rinishdan qichish, sapdan o'rin olmaslikning qozonini osqonligini ifodalash tipidagi munofiqona harakatdan boshqa ish emas. Bundaq bir qiyofatga kiraverishga urinishlar hamda urinish ko'yida yurguchilar amaliyotda o'zlarining tarixdagi qahramon ajdodlarining yo'lini emas, balki tarixga saptin atay tushilishning tipik o'rnaklaridan biri bo'lgan Jad ibn Qays kabi ikki yuzliklarning rolini elayotganligini bilib olishi zarur. Undaqda tarixdagi jumladan payg'ambar davridagi Jad ibn Qays nima qilgan va tarix uningga qanday baho bergan? Büyük muarrixlardan Tabari va Ibn Ishoqlarning bayon qilishiga asoslanganda, Jad ibn Qays hodisasi shulardan iborat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va uning da'vo sabdoshlari bo'lgan muhojirlar to'pi ana yurti Makkadan hijrat niyati bilan ayrilishga majbur qilib, 6-yilga kelganda son va himoya jihatdan bir qadar nüfus qozonishga boshlaydi. Yurt dastlati bilan o'tgan 6 yil ularni qachon o'z yurtini adolat va haqiqat nuri bilan yoritishga muvaffaq bo'ladigan fathi kuniga muntazir qilmoqda edi. Shundoq kunlarning birida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muhojirlarga ajdod makonidagi muqaddasgoh va qiblagoh bo'lgan Ka'ba sharifni tavof qilish niyati bilan muhojirlarni haj mavsumi munosabati bilan hamma birlikda Makkaga tushib chiqish plani borligini o'ttirg'a qo'ydi. Haj fursati u davrda yurtdagi urug' tuqqan, oila sirtini bir oz bo'lsa-mu tuvallatish, didorlashish fursatigami ega qiladi. Lekin Makkani kontroli ostiga olib olgan dushman kuch buningga nima deydi? Masala edi. Chunki ular payg'ambar va sabdoshlarining o'zlariga qilingan zulmga qarshi adolat uchun zolim qo'llardan Makkani ozod qilish uchun kelish mumkinchiligini hisobga olmay qolmaydi. Payg'ambar alayhissalom bu navbat faqatla bir yo'lovchi misoli Makkaga tushib chiqish niyatida ekanligini ularga uqtirmoqchi, bu ishda o'zlariningmi, ularningmi bexatarlik jihatdagi andishisini yo'q qiladigan amonnomaning bo'lishini istadi. Bunda aytganda, bugunning tilida muayyan muddat ichida Makkaga kirib chiqish izni olish zarur bo'ldi. Albatta, shu vaqtdagi vaziyatda o'zining yurtiga o'zi ruxsat elib kirishdek bu ish zulm ko'rgan muhojirlar to'pi uchun har elinadigan masala edi.
Lekin siyosiy shartlar yurt makon bilan, u yerda qolgan urug' tuqqan, qavm qarindoshlar bilan, shundaqla muqaddasgoh bo'lgan Ka'ba Sharif bilan bo'lgan bog'ning uzukligining davomlashmasligi uchun tinch yo'l bilan Makkaga tushib chiqish fursatini qo'lga keltirish, fathidin avvalgi dastlabki qadam ilish fursatini hozirlashda ahamiyat qozonmoqda edi. Acaba bundaq bu murassani Makkaga kirib saq salomat o'rindab kelishga kim nomzod bo'la olishi mumkin? Bu chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu ishqa qavmning bahodiri, haqiqatparvarlikda mard o'g'loni bo'lgan Umar ibn Xattobni chaqirib kelib, vazifani uningga beradi. Lekin Umar radhiyallohu anhu masalaning vahiy masalasidan sirt siyosiy kengashish doirasidagi ish ekanligini bilgach, o'zini bu ishqa bab emasligini ilgari surdi. Hamda bu ishning o'ngishli bo'lishiga muvofiq nomzodning Osmon radhiyallohu anhu ekanligini o'ttirib qo'ydi va nimishqa o'zining munosib emasligini, nimishqa Osmonning bu ishni puttira olishida umid borligini kengashda eskartib o'tdi. Darvaqa kengashda bu fikr ma'qul ko'rildi va Osmon radhiyallohu anhu elchi qilib avatiladi. Degandek ishning yo'nalishi farqli bo'lishga boshlaydi. Osman radhiyallohu anhuning elchilik nomzodligi, uning fazilatli kishiligi va majlis masalani Quraysh cho'nglariga savrchanlik hamda qobiliyatli bir til bilan anglatishi ularning andishisini yo'qqa chiqaradi. Bu vaqtda Qurayshliklarmi muhojirlarning bargoh qurganligidan xabar tepib, qurol yaroqsiz faqatla safar jabduqlari bilan kelgan muhojirlar to'piga qarshi 200 kishilik otliq qo'shinni Makka sirtiga tikib, qorovullikda buyruq kutib turdiganga o'rinlashtirib bo'lgan edi. Lekin ular shundoq ustunlik tuturibmi, tinchlikparvarlik bilan o'z yurtiga kelib tavob qilishdek aqalli ibodat haqqini Rasululloh va ularning sabdoshlariga ortiq ko'rdi. Aksicha ular Hazreti Osmonga farqli imtiyoz saqlash orqali uni eritmoqchi, shuning turtkisida uni Rasululloh va muhojirlarga qaytib berib qo'shilmaydiganligiga ularni ko'ndirishga ishlatmoqchi bo'ladi. Dushman katta deydi-ki, ular Makkaga tushib chiqsa bo'lmaydi. Lekin biz sana ruxsat qilayli. Ataying kelgandikin sen Makkaga tushib tavob qilib qaytqin. Osman radhiyallohu anhu o'yinga kelmaydi va buni rad qilib, Rasululloh Makkaga tushib tavob qilmasa, menmi qilmayman deb pozitsiya bildirdi. Namard dushman Hazreti Osmanni tutib solab qo'ydi. Vaqt uzargancha dushmanning har turli shumluq qilishidan ansirgan muhojirlar andishiga tushdi. Hatto gap so'zlar ko'payib, Osman o'ltirilibdimish degan xabar pur ketdi. Rasulullohmi andish qilishga boshlaydi. Ammo vaqt uzargancha andish qilgan ish rostdek bir atmosferani shakllantirib ulgurdi. Agar dushman taraf Rasululloh bu paskashlikni qilgan bo'lsa, yurt makondan ayirgandan sirt elchi bo'lib borg'uchini qatl qilgan bo'lsa, buningga ojiz kuchlik hisobini bir chet qayirib qo'yish, yo o'lim yo ko'rim pozitsiyasi tutish va buni tasdiq qilish kerak bo'ladi. Rasululloh vaziyatni dang'sigandan keyin Osman Rasululloh qatl qilingan bo'lsa, bu ishni bo'ldi qilmaydiganligini, toki dushman bilan elishmoqcha asla chekinmaydiganligini e'lon qildi. Darvaqa xabar kelmagancha bu ish hammaning kayfini ushirdi. Xabar rost bo'lganida bu ishni asla bo'ldi qilmaslik niyati kuchayishga boshlaydi. Shu arada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bay'at, ya'ni qo'l berib va'dalashish harakati jakarlaydi va hammani daraxt ostiga kelib maydon ifodalashga, da'vo yo'lidagi bu krizisda maydonni aniq qilishga chaqiriq qiladi. Kishilar taraf-tarafdan to'plashib, Rasululloh soydayotgan daraxt atrofiga kelib to'plashib,
qo'lni qo'liga tutishib ahdinomasini Rasululloh bilan chiqqan bu davosida maydon mavqasini jakarlab va'da berishidir. Hamma birdek Alloh yo'lida jihoddan bosh tortmaslikqa, bu mujodalada orqa qarab qochmaslikqa, ahdidan yonmaslik va dushmanga qarshi kurashda qanchalik badal to'lashdan qat'iy nazar keyniga dasimaslik xususida ahdi berish, maydon pozitsiya jakarlash harakati qo'zg'aladi. Her işinin hesabı, kitabı, ihtimallığı ve mümkünçilik taraflarını etraflı koyulgan Resulullah ushbu ahdi jakarlash harakatida naq maydonda bo'lolmagan va hol ahvoli hammaga qorong'u bo'lgan Osman radhiyallohu anhuni esga oladi va yana bir qo'lini igiz ko'tarib turib, bu qo'l Osman uchun degenicha Osman radhiyallohu anhuga vakolatan o'zi vakil bo'lib bay'at faoliyatini davom qiladi. Osmanning niyati, amaliy harakatlari Rasulullohga ayon, muhojiratdagilarga ayon edi. Ammo bu harakatda maydon ifodalash, har kim o'zini ifoda qilishda kurash majburiyatida niyatni oshkor ifodalash, o'zining qaysi safda ekanligini belgilab, tutumini aniq qilib uqtirish zarur bo'lgach, Osmonni bu jakarlashdan mahrum qo'ymadi. En aciz ve en halkılık peytte hayat mamatlık güreş ahdisini yanılaştık bu kalsı hareket Beyat-ı Rızvan. Razılıkta erişkişiler beyti dep atalgan idi. Kur'an-ı Kerim bu hareketini gerçi ameli canda sınırlaştık bir vaziyet yüz vermegen bolsu mu, ruhi canda haqti çıngtırıştık bu ruhni takdirledi. Bu bey'atga qatnashish fursatini qo'ldan bergan shu so'rindagi barcha muhojirat ahlini jannat bilan tartiqlanuvchilar, Allohning roziligini qozonuvchilar qatorida sifatladi. Rasululloh keyincha sahih hadislarida vahiy orqali bu harakatga qatnashuvchilarni do'zaxga kirmaydiganligi, jannatlik ekanligi bilan xushbishorat berdi. Meselenin o'ylanish tegishli tarafi shuki, Rasululloh bilan tang ahdlashgan muhojirat ahlining bu bay'ati yana kelib tarixiy manbalarda al-fath aw ash-shahada, ya'ni ya g'alaba, ya shahidlik, ya o'lim, ya ko'rim degan shuar bilan to'plangan bu bay'at harakati mezgilida na dushman bilan jang bo'ldi, na dushman bilan yuzma-yuz tutish ro'y berdi. Ammo bu sinoqda Qural yaraqsız bir seyyah misali kelgan top qarshisida 200 atliq qural yaraqliq qo'shinning chegara beshida qarab turayotganlik xabarini bilib turib, haqqoniy maydon ifodalashda Alloh va Rasuliga bergan va'dasini yangalash, haqning tarafida turishda har qanday badalga tayyor turishdek bir maydon ifodalash harakatida shu maydondagi muhojirat ahli umum yuzlik safdan qolmadi. Kur'an ularning bu ruhini, ularning qatma-qat davolg'ishda turayotgan bo'lishiga qaramay, iymoniy burchi va haqqoniy tutumini sharaf bilan tartiqladi. Tarix Rizvon bay'atiga qatnashgan bu qahramonlarni, sinoqdan o'tgan va davosiga sodiq bo'lgan bu ulgularni xayrlik bilan tilga oldi. Ular Qur'onda tasvirlangan, tartiblangan ashu sifatlariga yarasha keyingi yillardagi Makka fathisidan boshlab, ya'ni davosi boshlangan ona yurtini islom fathisi bilan musharraflantirishdan tortib, undan keyingi tarix qutulgidek shalliq ish izlarga ul selish, dunyo madaniyati tarixining hidoyat yulduzlariga, cümleden Şarkı Türkistan'ın Tutuq Buğraxan kabi bahadır ecdatlarının qo'li bilan keyingi 1000 yıllık medeniyet tariximizni İslam baharı bilan pürkeşte töhpisi köz yumg'usiz namunelerge, ulgularga aylandi. Ana shu muhojirat hayotida yurt makonidan ayrilgan, haq davosida mazmut turib, ig'ir sinoqlardan muvaffaqiyat o'tgan muhojir sahoba kiramlar hamisha biz uchunmu hidoyat yulduzlari bo'lib keldi. Tarix bu voqeada yana kimlarni xotirladi? Albatta, Jad ibn Qaysni xotirladi.
Cad ibn Qays mazkur Rizvan bay'atida kishilar tushma-tushdan maydonni aniq bilib qo'l berayotgan, haq uchun bedel to'lashdan qochmaydiganligini, Alloh va Rasulining da'vosida nima bo'lib ketsin, keyniga destamaydiganligiga maydonni bildirayotgan, so'z berib ahdnomasini tasdiq qildirayotgan vaqtda u bu harakatga qatnashmadi. Muhacir sabdaşlar bas-basta daraxt atrofiga cho'milidek sap-sap bo'lishib o'lishayotgan, o'rtaq g'oyasini qo'l-qo'lcha e'lon qilib, niyatlarini aniq bildirayotganida Jad ibn Qays orqaga dajidi. Muhacirat to'pi magnitdek daraxt tarafga tortilayotgan bir manzara ichida yurish qilayotganda Ibn Qays xuddi xatnisidan qo'rqqan kichik bolaning usturchisini ko'rgan chog'dagi holati kabi mukungili yer izlab turolmay qoldi. Rizvan bay'atida bu manzaraga shohid bo'lgan sahobalardan Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu voqeani shundoq bayon qiladi. Allah bilan qasamki, shu topdimi uning kishilardan daldilanishga urinib, tugisining chatirqiga qisilganicha mukinayotgan holati hech ko'z oldimdan ketmaydi. Allah bilan qasamki, shu topdimi uning kishilardan daldilanishga urinib, tugisining chatirqiga qisilganicha mukinayotgan holati hech ko'z oldimdan ketmaydi. Qahramonlar tarixga putilganidek, Rizvan bay'atidan keyin davosiga sodiq bo'lish shartini yo'qotmagan asosda keyincha qandaq ixtilofga, qandaq to'qinishlarga kirgan, yaxshi-yomon kunlarni, issiq sovuqni ko'rib yashab o'tgan bo'lishidan qat'iy nazar, tarix ularni unutmadi. Shuning bilan bir vaqtda maydon va mavqani e'lon qilish harakatida so'rilib olgan, dalda qilg'ili joy chiqmaganda tügünün çatırıqı astığa tügülüp ölüpmü bolsa, mevqasini ifadeleştin özüne qaçırgan Cad ibn Qays'ni unutmadı. İslam tarixida tunji sağlam sirat asiri yezish bilan tanilgan mashhur peshvo Ibn Issoq o'z asarida bu bay'atda bir kishidan boshqa hech kim tushib qolmadi. Tushib qolgan u kishi munofiqlar toifasidan bo'lib, ismi Jad ibn Qays edi deyish orqali mazkur Jad ibn Qaysga tarixning bahosini xotirlab bitdi. Tarix ibratgah bo'lish bilan birga o'z navbatida ulgular bilan to'lganligi ma'lum. Masalaga bu jihatdan qaralganda farqli qismat, ammo o'xshash mavqa va maydonda sinoqlarning kutmagan paytda va o'ylangan tarzda o'ttirg'i chiqib qolishi mumkin bir hodisa. Haqning tarafi bo'lgandek, botilning tarafi bo'ladi. Birining ishi haq yo'lda ustiga tushganni ado qilish, yana birining ishi bo'lsa botilning jidilini ko'paytirish va haqning yo'liga to'sqin bo'lish. Bu yerda botilning qabih yuzi bor bo'lib, havoyi havas va kishilik egolarning, marazlik va hasadning, jonbaqtiliq va din satarliqning, dogmalik, riyokorlik va hamoqatlik qatorliq illatlarning, yig'ib aytganda qatmonliq va fursatparastliklarning taqozosi ustida sukutvozlikni, tugilib olishni mahorat sanash, it mushuklarni atrofga silib sunniy talash tortish yaratib, prinsipal o'rtaqlik shakllantirish payti bo'layotganda masalani xolis qiladigan, xohlamasa qilmasimi bo'ladigan, hech kimga fikr bildirsa, tanqidlisi bo'lmaydigandek atmosfera yaratishlar ba'ayni Jad ibn Qaysning tugini dalda qilish urinishiga o'xshash yuzning eng qabihi numussizidir. Batilning o'zining batilligi oshkora bo'lishi, haq ishqa qarshi ekanligini ochiqdan-ochiq deyalishi, uning o'z yuzini ochiq ko'rsatalishidir. Chunki u sepini oshkora qiladi, maydonini, mujodilasini shu yo'sinda beradi. Ammo uningdanmi pastgashraki sukutvozlik, haqning tarafdorligini xam talash obyektiga aylanishga qarab turish, ne batilning batilligini,
ne haqning haqligini muayyanlashtirmasdan, ovoz chiqarmasdan tugilib olishdir. Mana bu tugi chatiriqini dalda qilish tipidagi nifoqning munofiq xarakterining alomatidir. Tarixchilar Jad ibn Qaysning vaqaligini so'zlagan chaqda, shu chaqda bay'at qilg'uvchilar sonini 1400 atrofida deb qayd qilishidi. Shu qadar ko'p sahobalar mazkur bay'atga hur qatnashdi. Zulmga qarshi birlikni, bir yo'l ekanligini, hammaga tayyorligini e'lon qilishdi. Shundan bir vaqtda tugilib olgan munofiqmi ko'zdan qochmadi, unutilmadi. Maydon mavqa bildirishda jakarlash sepi tuzilganda shu chog'dagi vaziyatda hech kimning hech nima qilolmaydiganligidek erkin atmosferada septin tushivilish, ovoz qo'shmaslikdek xiyonat nazardan soqit bo'lmadi. Da'vo ahlimi buni unutmadi. Tarixmi tegishli bahoni berdi va unutturmadi. Xuddi shuningdek hech kim kutmagan bir kunda, kutmagan bir vaziyatda mustaqillik kurash septikilarga, zulmga qarshilikning va mustamlikchilikka qarshi turishning imoniy va insoniy hurlikni haqiqiy ma'nosi bilan yashashning birdan bir chiqish yo'li bo'lgan mustaqillikning yo'lchilariga xitob qilindi. Yana kutmaganda dushmanlarning mustaqilchilarni azaytish, oz qilib ko'rsatish haqidagi urinishlarini barbod qilgudek darajada 60 dan ortiq tashkilot xitobga ovoz qo'shganligi ma'lum bo'ldi. Suyuqlantirishlar, har turli qalpoq kiygizishlar, hatto chaqiriq qilg'uvchilarning obrazini xunuklashtirish, sesitishqichi bo'lgan nayranglar o'rtalikda kezayotgan paytda Sharqiy Turkistonning mustaqilligi masalasida tik tura oladiganlarning oz emasligini his qildirgudek darajada sadolar chiqishga boshladi. Va bu harakatga qarshi ovozlarning to'lqini atgudek so'g'chilashtirish qasdidagilarning qozonini o'rib tashlagudek radiyalarmi o'ttirg'i chiqdi. Mana bu uyg'onish, mana bu milliy iroda. Ammo shumi diqqatdan qochmayotidiki, tashviqot vositalarida o'zlari tavalangan guruhlar va tashkilotning bosh otqini Sharqiy Turkiston deb yozib turib da'vo qilayotgan xeyli salmoqdagi toifalar hali ham sukutda. Hatto yoshurun imoli so'zlar bilan mazkur imzo harakatidan bearomligini ifodalamoqda. O'zlarining bearomlik tutumlarini masalaning siyosiy vazniga udillashtirg'ili bo'lmaydigan ishlar bilan selishtirish orqali mas'uliyatdan qochishga yer izlayotganlik bishoratini bermoqda. To'g'risi, aramizda tugi chatiriqini izlash yoki haqiqat chinari atrofiga o'rtaq sado bilan uyusha oladigan haqqoniy ruh egasi bo'lish orasida tingravatganlik, xayrlik ishda oldin rol olg'uchi as-sabiqunal avvalun sifatiga sazovar muhojirlarni ulgu qilish bilan tugi chatiriqini dalda qilg'uchi Jad ibn Qaysni ulgu qilish orasida muzabzab tikish to'xtamas maxluq bo'layotganlik xohishlari aks etmoqda. Ammo shu aniqki, har qachon chatiraqda daldalang'uchi bilan maydonda dadil bo'lg'uchini farq qilib turg'uchi bir jabir, tarixga butish bilan la'nat yoki rahmat egisi ekanligini muayyanlashtirguchi va adil bahosini berguchi bir Ibn Issoq har qachon mavjud. Chunki sharning borligi xayrning yo'qligidan emas, balki xayrning hayotligidan derekdir. Haqiqat ahli batilga qarshi kurash qiladi. Ammo sukutvozlarni unutmaydi. Tarix moddiy jazo berilmasligi mumkin. Ammo u shundoq adil sudchidirki, uning tomg'isining bugun daldinalaganlarni ata daldinlanmas qilib qo'ydiganligi, Tangrining adolatiga, hukmiga topshirishdek vazifasidan asla to'xtab qolmaydiganligi shak shubhisiz muqarrar. Yozmada Burhan Muhammad 2024 yili 2018 kuni.